Assalomu alaykum o'rtoqlar. Mana xudo xolasa navbatdagi kachovlarimizni tayyor holatga keltirib olganmiz. Bu kachovlarimizni kuzatuvchilarimizni talablariga binoan narxlarini aytib o'tishni joiz ko'rdik. Misol uchun mana bu kachovimiz universal kachov hisoblanadi. Kachovimiz nafaqat tabiiy gazda va qo'shimcha holatda ko'mir, o'tin, gaz va elektr tokida atoplenniy tizimini isitib berish imkoniga ega qilib yasalgan. 200 metr kvadrat joyga bu kachovimiz yasalgan. Mana bu kachovimiz esa bu xalq tilida titan deb aytamiz. 100 litr suv sig'imiga ega. 100-150 kvadrat metr joyini isitib berish va issiq suv yetkazib berish vazifasini bajaradigan kachovimiz. Mana bu kachovimiz esa 300 metr kvadrat joyga mo'ljallangan, faqat gazda ishlovchi kachovimiz, ya'ni gazoviy kachovimiz. Narxlariga keladigan bo'lsak, birinchi bo'lib men misol kachovlarimizni hammasi 100 metr kvadratga mo'ljallangan joylardan boshlanadi. Kachovlarimizning hajmi yana 10 kilovatlik bo'ladi. Misol bu 300 bo'lsa, o'zi eng kichkinasi 100 kvadratga mo'ljallangan kachovlar bo'ladi. Demak, misol 100 kvadratga mo'ljallangan gazoviy kachovlarimiz 1,5 million so'mdan boshlanadi. 100 kvadratga mo'ljallangan titanlarimiz 2,5 million so'mdan boshlanadi. Universal kachovimiz esa 100 kvadratga mo'ljallanganlari 3,5 million so'mdan boshlanadi narxlari. O'shanga qarab, misol kvadraturasi qo'shiladigan bo'lsa, o'sha kvadraturasiga qarab narxlari ham ko'tarilib boradi. Demak, bu yerdagi narxlarga keladigan bo'lsak, bu kachovimiz 200-250 kvadrat metrga mo'ljallangan, ya'ni 4-4,5 million so'm atrofida chiqadi kachovlarimiz. Mijozning talablariga qarab mana bu kachovimiz misol 4,5 million so'mga chiqarilgan, ya'ni dimoxod qo'yilgan, dimoxod atrofida ham suv yuradigan qilinganligi uchun narx-navolar qo'shilgan. Bu kachovimiz 4,5 million so'mga chiqadi. 200-250 metr kvadrat joyga. Bu kachovimiz 100 litr suv sig'imiga ega va 100-150 kvadrat metr joy isitib berish uchun mo'ljallangan. 3 million so'mga chiqadi. Bu kachovimiz 300 metr kvadrat joyi faqat gazda isitib berish uchun mo'ljallangan gazoviy kachovimiz. Bu kachovimiz esa 3,5 million so'mga chiqadi narxlari. Kachovlarimizni o'sha narx-navolarni kelishilgan holda mijozning talablariga qarab, ya'ni ham narxlari pasayishi va ko'tarilishi mumkin. O'shanga qarab, misol aloqaga chiqib bemalol telefon qilganingizda so'rab olishinglar mumkin. O'sha savdolashish, boshqa masalalarni hal qilishimiz mumkin. O'shaning uchun ko'p videolarimizda narx-navolarni aytib o'tmaymiz, chunki narx-navolar bir xil stabil turmaydi. Mijozning talabiga qarab narx-navolar yoki pasayishi yoki ko'payishi mumkin. Buyurtmalar bo'lsa bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Pastda telefon raqamlarimiz bo'ladi. Kachovlarimizga doimiy ishlatiladigan mahsulotlarimiz, misol eng yupqa materialimiz bu 3 millimetrli list bo'ladi va 25 diametrdagi rossiyskiy beshshomli turbalar bo'ladi. Undan pastini biz ishlatmaymiz. Undan qalinroq, undan kattaroq turbalar bo'lsa ishlatishimiz mumkin, lekin undan kichkinasini ishlatmaymiz hech qachon. Bemalol aloqaga chiqib, qanaqa kachov, nima vazifa bajaruvchi, nimada yonuvchi kachovlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib turib bizga talabinglarni aytsanglar, shunga qarab narx-navolarini ham, boshqalarini ham qancha vaqtda yasab berilishi, hammasini kelishib olib gaplashishimiz mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.